Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 23-may O'zbek Komendant yoshlar ittifoqining yetakchisi tashabbusi bilan barcha yoshlar sohil bo'yi yoshlar oromgohiga tashrif buyurdik. Bugun xayriya hashari yoshlarimizni, farzandlarimizni, ukalarimizni, singillarimizni dam olish uchun bugun ko'ngilli sifatda dam olish kuni, shanba kuni barcha yoshlar yig'ilib hasharga tashrif buyurdik. Alloh barchamizga kuch-quvvat bersin. Tabiat qo'ynida Xudo xolasa bugun g'ayrat qilib hasharga o'z hissamizni qo'shamiz. Yoshing o'tib beldan quvvat ketmasidan, umr yo'ling poyoniga yetmasidan. Yoshing o'tib beldan quvvat ketmasidan, umr yo'ling poyoniga yetmasidan. Ajal otliq tulpor qul tutmasidan, yaxshilik qil, yaxshilik shu qoladi. Yaxshilik qil ey do'stim, shu qoladi. Nech pul bo'ladi? Kerakmi? Unaqa demang. Yo'q, kerak emas. Men o'zim xijolat bo'lmayman, bordim. Bu dunyoga boylik olib ketolmaysan, boylik bilan yoki qolib ketolmaysan.